Joriy yilning 2-iyun kunidan 8-iyun kuniga qadar O'zbekiston Respublikasida 7 ta normativ huquqiy hujjat, jumladan bitta O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni, 2 ta Vazirlar Mahkamasining qarori va 4 ta idoraviy normativ huquqiy hujjat qabul qilingan. Jumladan, Vazirlar Mahkamasining 347-son O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga aholi turmush darajasini yaxshilash, ekologik xavfsizlikni ta'minlash va turizm sohasini yanada rivojlantirishga qaratilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida va O'zbekiston Respublikasi tashqi iqtisodiy faoliyat tovar nomenklaturasining yangilangan shakli amalga kiritilishi munosabati bilan tasniflash kodlari o'zgargan mahsulotlar ro'yxatini tasdiqlash to'g'risidagi qarorlari qabul qilindi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirining O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini harbiy ro'yxatga olishni tashkil etish va yuritish tartibi to'g'risidagi yo'riqnomaga o'zgartishlar kiritish haqidagi, Sog'liqni saqlash vazirining O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan qabul qilingan ayrim idoraviy normativ huquqiy hujjatlarga o'zgartirish kiritish to'g'risidagi buyruqlari, O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvi, O'zbekiston Respublikasi Istiqbolli loyihalar milliy agentligining banklarning qimmatli qog'ozlar bozorida investitsiya vositachisi, investitsiya aktivlarining ishonchli boshqaruvchisi va investitsiyalar maslahatchisi sifatida professional faoliyat amalga oshirishga oid talablar to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi qarorlarga o'zgarishlar kiritish to'g'risidagi, O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvining O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining hisob-kitoblar clearing tizimi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi qarorga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qarorlar qabul qilinib, amaliyotga tatbiq etildi. Ushbu normativ huquqiy hujjatlar orasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ish haqi, pensiyalar, stipendiyalar va nafaqalar miqdorini oshirish to'g'risidagi 91-son farmoni mavjud bo'lib, ushbu farmonga ko'ra O'zbekiston Respublikasida ish haqi, pensiyalar, stipendiyalar va nafaqalar miqdori oshirildi. Ushbu farmonga ko'ra O'zbekiston Respublikasida ish haqi, pensiyalar, stipendiyalar va nafaqalar miqdori oshirildi. Xususan, 2025-yil 1-iyuldan boshlab pensiyalar va nafaqalar hamda kam ta'minlangan oilalarga bolalar nafaqalari va moddiy yordam to'lovi miqdorlari 10% ga oshirildi. Bunda yoshga doir eng kam pensiya miqdori oyiga 918 ming so'm, nogironlik pensiyalarining eng kam miqdori oyiga 1 012 000 so'm, kam ta'minlangan oilalar uchun bolalar nafaqasining har oylik miqdorlari 3 yoshgacha bo'lgan bitta kichik farzand uchun 360 ming so'm, 3 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bitta farzand uchun 275 ming so'm, oilaning ikkinchi farzandi uchun qo'shimcha 165 ming so'm, oilaning 3-chi va undan keyingi har bir farzand uchun esa qo'shimcha 110 ming so'm etib belgilandi. Shuningdek, kam ta'minlangan oilalar uchun moddiy yordamning oylik miqdorlari esa 420 ming so'm etib belgilandi. Bundan tashqari, mazkur farmon bilan mamlakatimizda ba'zi hisoblash miqdorlarini belgilash tartibi ham o'zgartirildi. Unga ko'ra, 2025-yilning 1-iyuldan boshlab pensiyani ba'zi hisoblash miqdori oyiga 471 ming so'm etib, 2025-yilning 1-avgustdan boshlab esa mehnatga haq to'lash eng kam miqdori oyiga 1 271 ming so'm, ba'zi hisoblash miqdori esa 412 ming so'm etib belgilandi. Eslatib o'tamiz, o'tgan haftada qabul qilingan ushbu prezident farmoni matni bilan batafsil tanishish uchun lex.uz saytiga tashrif buyurishingiz mumkin. Siz bilan qonun haftaligi audio reportajida bo'ldik. Kelasi sonimizda yana uchrashguncha salomat bo'ling.